Barbakalarla yapıyorlar. Bir, işte küçükken ömüçlü etimiz ama olabilirler mi küçükken ömüçlü ya? Bir, işte küçükkine ömüçük su boyuna çekildi. Yalnız yürüpla ömücükler gidipti. Koyar çıkıptı, yağmur to'xtatdi. Kichikina ömücük su boyuna yana chiqdi. Endi-chi qaysini aytaylik? Yağmur yağdı, qayog'ini Arif bek yaxshi ayta oladi ekan. Arif bizni boshlab aytsin, ma'qulmi? 1, 2 Yağmur yağdı, qayog'di, şapıraq ketdi. Öldüğümni maylisam taqıraq ketdi. Qatqaq keçdim, lay keçdim, marchiyib ketdi. Appam uni ko'rib vaqirab ketdi. Ko'p qasdilmaysam taqirab ketdi. Siz aytdingizmi? Uyini izlaydigan safarga otlanibdi. Minutdu debdi iyiqchaq. İyiqchaq sening uying nerede? İyiqchaqchu. Men uyimning nerdeligini uqmayman. Mening uyimchi shu naqchiq daraxtlar bor, sular bor debdi. Shunday qilib daraxtlar, suv bor, izlashga menibdi. Menibdi qarasa, ma bir mehmonxonaning oldida daraxtlar borki, bo'ldi so'rabdi-da, iyiqchaq, mush daraxtlar bor, sening uyingmi shumi debdi. İyiqchaq debdi. Yo'q, mening uyimda-chu xonadonda ko'p daraxtlar bor. Shunqancha yo'lda ketib Kentamba shaharning markaziga boqib keldi. Boqib kelganligini debdi-da, iyiqchaq qarab bu yerda suv bor ekan, daraxt bor ekan, mush sening uying shumi deb. Bakamadım. Debdi-da. To'xta. Bakamadım. Mana. Mush sening uying shumi debdi ekan, iyiqchaq debdi. Yo'q, bu mening uyim emas. Mening uyimda-chi bundaq binolar, odamlar yo'q. Buningda mijiq daraxtlar, buningda mijiq sular bor debdi. Shuning bilan-chi debdi-da, unda bo'lsa meningcha bir xiyolimga bir ish keldi. Endi-chi meni aqlimda ma'qul men bir amal topdim. Biz topayli deb berib, ularchi shunqa egiz bir binoga beribdi. Binoning ichiga kirib qarashchi. Ularchi üstü qavatga chiqibdi. Egiz binoning ko'rdinglarmi? Üstüde bir teleskop bor ekan. Mana nima qilgan narsa bilamsizlar? Korona. Ha, yiroqni ko'rdigan narsa. Yiroq yana yerdagi narsalarni ko'raman. Teleskopni ko'rib, shuning bilan qarab boqqan bu shahar